Assalomu alaykum, hurmatli meni kuzatuvchilarim, yaxshimisizlar? Charchamasdan, ana svet shulasi tushib qolyapti. Yaxshi yuribsizlarmi? Bitta jiddiy mavzuni olib chiqyapman. Sizlarning yordamlaringiz kerak. Xullas, zaharlab o'ldirish kerak. Zaharlab o'ldirmasam bo'lmaydi. Bir-ikki marta zaharlasam ta'sir qilmadi. Endi jiddiy yondoshib shu bilan kurashmasam bo'lmaydi endi. Yomon jonimga tegdi. Mana uni qaranglar. Mana fenim. O 15-20 yildan beri ishlataman. Birinchi chiqqan fenlardan. Mana shu nurlarni qaranglar. Sichqon yeb, buni qo'shnimizga berib, usta tuzatkizdim. Undan keyin mana ko'ynakni qaranglar. Ko'ynak ko'rinyapti, mana qaranglar. Sichqon yeb teshib tashatdi. Bu rosa chiroyli haliginaqa pop-upli shtapl ko'ynak. Kecha kuni bozorga chiqsam, bozorda manikinga ilib qo'yibdi. 300 ming deyapti-da shu ko'ynaklarda ham. Hali bu yaxshi kiyib to'zdirganim yo'q edi uni. Xullas, shuna qilib yeb qo'yibdi. Shunga menga anaqa taxta mushuklar bo'lmaydi. Hali qopqon bor-ku. Unaqa qopqonda men ushlarmayman, keyin qo'rqaman, qo'lim qisib qoladi deb. Qanaqadir zaharli dorisini bilganlar kommentariyada yozinglar. Menga juda ham muhim. Qanaqadir kalbasa dorisi bor deyishodi, men shu doridan ham olib kelib, u doridan qilib ko'rdim. O'lmadi shekilli-da. Yaqinda oyoq kiyimlarimni ham aytdim, bir 10 ta oyoq kiyimimni yeb umuman yaroqsiz qilib tashagan. Uning ichida yangilari ham bo'lgan. Kiyib olmaydigan qilib tashagan. Voy, tavba qildim men. Yo'qvordim. Endi bunaqasiga o'tibdi. Endi shu nurlarimni ham, shu maishiy texnikalarimni ham yeb qo'yyapti. Yaqinda ko'rsatdim, shu kir mashinalarimni ham narsalarni yeb tashatdi deb. Shunaqa, shuni menga bilganlar yozib yuboringlar. Kommentariyadan men uchun juda ham muhim. Bizning qishloq sharoitimizda don ko'p. Shuning uchun sichqon ko'p shekilli. Masalan, o'zimizda bo'lmagani bilan qo'ni-qo'shnilarda makka, juvori, bug'doy, shunga o'xshagan donlar ko'p. Shuning uchun bizda sichqon, kalamushlar ko'proq shekilli shaharga nisbatan. Men o'zim shaharda yashayapman, umuman unaqa narsa yo'q. Bu qishloqda shu narsadan doim kesam bitta narsani yeb qo'ygan bo'ladi. Juda ham ko'p zarar keltiryapti. Shunga qarshi dorilab zaharlashim kerak. Bilganlar yozinglar, javoblaringizni kutaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.